Alaykum obunachilar, do'stlar va videomizni tasodifan ko'rib qolganlar. Bugun sizlar bilan o'zbek youtuberi yangi Baron sizlarga survival o'ynashga va'da beraman. Va bu survivalda biz kamida 5 ta qismlarga bo'lingan bo'ladi va biz survivalni boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib albatta hech qaysi o'yinchi buni bilmasligi uyat bo'ladi. Daraxt topishdan boshlaymiz. Endi maslahat sizlarga. Minecraft o'ynayotgan payti boshida 3 ta daraxt chopish yetadi. Shu chopiladi, sirasi bu yoqqa o'tiladi. Mana o'tiladi, pax. Bitta bundan, shuni pastga qilasizlar, bitta bunga qo'yib kirka yasab olasizlar. Agar haqiqiy Minecraft o'ynashni istasanglar, o'ynashim mumkin, lekin telefonim ozgina qotadi. Shuning uchun men kam Minecraft haqiqiy o'ynaganman. Agar haqiqiy Minecraftda bir 2 ta videoim bor. U videoni ko'rish uchun Janob Graf deb qidirasizlar. Sirasi chiqib keladi kanal. Janob Graf degan kanalda meni haqiqiy Minecraft o'ynagan videolarim bor. Tak, haqiqiy Minecraftda nima qilish mumkin? Sadaqat survival qilish mumkin, hardcore qilish mumkin, yana har xil narsa qilish mumkin. Tak, birozgina toshga olib olsak, ortiqcha bo'lmasdi. Men survivaldaman, o'rbasidan keyin zombilardan spawn bo'lishni boshlaydi. Qornim tez ochadi, yomon tez ochadi, la'natli. Aytdimmi bu? Yaxshi ko'rinyapti. Sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Kommentariyada yozinglar. Yesuvchi bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir birinchisi birozgina oshiraman, Mana birozgina oshiraman. Ana. Endi hammasi o'z joyiga qaytdi. Endi biz o'zimizga birinchi taxtali mana bunaqa orqasidan bolta yasab olsak bo'ladi. Tak, men oldinda sovqotga yetib bermaysizlar, ukalarim oldinda qochib tur. Tak. Bizga hozir eng kerak bo'lgan narsa hozir qo'yni urib, o'ldirib, jonini sug'urib olib, keyin orqasidan bloklar qilamiz. Tak, yesiku bu men o'zimdan so'rasak, nimaga gaplar olamda? Tinchmi? Tak, Minecraft o'ynash bilmaydiganlar bu videoga kirib bemalol Minecraft survivalni qanday o'ynash, Minecraft nimaligini hammasini tushunib olsalaring bo'ladi. O'zi Minecraft bo'yicha juda ko'p bilimim bor. Unvonim, tajribam. Xohlasanglar Minecraftda, xohlasanglar boshqa o'yinni ham o'ynayveraman. Iloji bo'lsa yozinglar, qaysi o'yinni qaysi o'yin ma'qul o'ynashga, qaysi o'yinni o'ynasa odam mazza qiladi, shular yozinglar. Xohlasanglar yana bitta mehmon bor. Uni ham taklif qilaveramiz, короче. Timur, Suros Timur. O'sha kuchayishni ko'ringlar, bundan tez kuchayish qayerda ko'rgansizlar? Qaysi odam bundan tez kuchayadi? Qaranglar, bu Minecraft zo'r tomoni bor. Minecraft o'rtalarini ularni o'ynasaydi bo'ladi. Nomi nima desizlar? Baxillar App Store'ga, baxillar Play Marketga kirasizlar. Mini emas, Mini Craft deb yozasizlar. Sirasi chiqib keladi. Assalomu alaykum akajonim deb. O'sha birinchi chiqqan bo'lish kerak, birinchi chiqqanni bosish kerak. Xullas turgan bo'ladi. O'shanda bemalol to'shkalarini yoqib, ularni o'ynasanglar bo'ladi. Tak, birozgina ko'mirga olib olishim kerak. Hozir sirasi zombilar spam bo'lmasligi uchun men buni qo'yib qo'ygan yaxshiroq. Tak, Minecraft bo'yicha anchagan tajribam bor deganimdek. Minecraft yomon tomoni shunaki, survival qilayotgan paytlaring olmos kam chiqadi. Haqiqiy Minecraftdan 10 barobar, 20 barobar kam va asta chiqadi. Keyin bunda yugurish esa qiyin. Yugursada sirasi qornang och qolib, o'lib tiqillab jonlanib ketishni boshlaydi. Menimcha Minecraft o'yindan zo'r biladiganlar bor. Agar bilganlar bo'lsa, Minecraft o'ynashni biladiganlar, sirasi hechqanday olsa, xohlasalar Minecraft o'ynashni o'rgataman, xohlasa Minecraft haqida savollar bo'lsa, yana savol beraveringlar. Keyingi videoda misol uchun kommentlarda o'qishim mumkin yoki men yozgan savollarga javob berishim mumkin. Zo'rda, misol uchun kimga yoqmaydi savol berganga savol sirasi kimni topib berishim, Minecraft tushunmagan narsasini. Misol uchun men ko'p narsa bilaman Minecraftda. Necha vaqt bo'libdi? Necha vaqt bo'lgani hal qilganim yo'q lekin. Tak, video so'nib bo'libdi. Video 10 minutdan bir talik bo'ladi, xudo xolasa.
va'da beraman iloji boricha videolarni cho'zishga, iloji boricha montajni yaxshi qilishga. Ustiga e'tibor bermaysizlar. Agar ustiga yaxshilik qilgan bo'lsam yaxshi. Chunki birinchi bo'lmay videoni yozib olib keyin qo'yaman ustiga. Shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Agar yomon chiqqan bo'lsa ham yana yangitdan boshladim. Nima kanalim yangitdan boshladim. Har kanalim parolni topolmayapman. Endi har kanalim xuddi blokga o'xshab topolmayapman qayerdadir. Lekin topdi. YouTube kanal topdi. Bu men yangi telefon oldim, xudo xolasa. Olganman. Mana shu yangi telefonni o'ynayapman va bir qaramonga tak speedrun ko'ryapsizlarmi? Yashirgan joyi Minecraft o'z shunaqa narsa. O salgina boshlamay bo'lmayman desalar bo'ldi. Tak. Suv chiqibdi ustidan. Hozir 1 minut. Video davom etadi. Tak. Menda hozirchalik zoom yasam bo'lmaydi. Menimcha hali yasam bo'lmaydi. O'zi kirib ko'ryapsizlarmi? Bundan tez kuchayish iloji yo'q menimcha. Balki iloji bordir, bilaman, iloji bor. Mendan ham kuchlidir bor Minecraftda. Axir men bitta odam emasman dunyoda, bitta men emasman dunyoda Minecraft o'ynaydigan. Menimcha dunyoning bir 500 millionta odam Minecraft o'ynasa kerak, lekin sahrangiz 1 milliondan ortiq sahranmagan. Chunki ko'p telefonlar bor, misol uchun telefonlar ko'p. Qornim sraz ochdi. Hozir qo'y topib kelmasam, hozir men zombilar paqir-puqur bo'lib ishlaydi. Hozir yana qaytamiz, tak. Qo'y, ana to'q. Baqasam ketmaydi. Bu plus seziyor menimcha meni. Bak, o'ldi. Ikkita pat tushdi. Men endi kamon yasasak bo'ladi. Qaranglar, yugurgan paytim ko'ryapsizlar, qanday jonim tez ketyapti, qornim. Tez o'tyapti. Bu Minecraft bagi. Menga zo'r narsa qilamiz. Tezroq bitardik. Birlashtiramiz. Ko'mir kavlab olish kerak ekan bu pishguncha. Hatya video 12 minutlar atrofi bor. Chunki men telefonim 12 minut, 13 minutlik videolar yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmayman, ko'tarish shu-da. Bo'lmasa mana ko'mirlarni oldik. O'yinda ovozi g'alati emasmi? Yozinglar, fikrlaringizni yozinglar. Nima qilay, nima qo'yay, nima yeyay? Nimada xato qilyapman? Nima qilsam ko'proq yaxshi bo'ladi? Nima qilsam bitta obunachilar kelishi mumkin? Misol uchun sizlarga nima kerak edi? Yoki nima ko'rmoqchisizlar? Misol uchun men kontra o'ynayman xohlasanglar, turkishlik o'yinlarim ham bor. Narkaram turkishlik video chiqarganman, normal prosmotr yiqqan. Lekin eng ko'p prosmotr yiqqan videom bu survival. Survival chunki hamma yaxshi ko'radi-da. Survival yaxshi ko'rmaydigan o'yinchilar bormi? Hozir o'yinlar survival yoqmaydi. Men bitta o'qitcha kerak. Biroz telefon ovozini balandroq qilaman. Bo'lmaysizlar, chunki eshitilmayapti. Baga orqamdan zombi kelsa ham piqillatib ketaveradi. Eslicha bu o'yinda boya aytganim 2 yosh o'ynasa bo'ladi. Videoni ustiga hozir qo'yib qo'yaman. Bu qanaqa Minecraftligini xohlasanglar rasmiy qo'yib qo'yish mumkin mana shu yerga. Mana shu yerda rasm bo'lishi mumkin agar qo'ya olsam, menga asalgim tutmasa. Bitta bolta ham yasab olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Buni deb kuchayish menimcha bo'ladi, endi deb kuchasizlar. Bu versiyada qalqon yasab bo'lmaydi. Bu xuddi Minecraft eski versiyasiga o'xshaydi, просто sal boshqacharoq. Eski versiyalarga o'xshagan dengasa. Tag menga ovqatim qani edi, mana ekan. Qornim to'qlab olib, yo'lga chiqib ketganim nima yetsin. Bu Minecraft. Ana 3 ta hayvon. Kim ko'rganmi filmda? Sigir ustidan qo'y, birinchi eshak, undan ustidan xolos hayvonlar yo'lga chiqadi-da, xuddi susambil o'xshagan, faqat susambil bilan o'xshaganroq. Susambil emas, 100% susambil emas. Qana bo'yi to'q. Qochib ketdi susambilga. Bechara matishga hamma ikkita og'ayinsa ayrilib ham o'lsa hech nima qilmaydi. Men vahshiyman. Tan olaman vahshiyman. O'ynamayman bu hayvonlarni ayniqsa. O'ldirish kerak-da, o'yinga nima qo'shilgan bo'lmasa bu hayvonlar. O'ldirish uchun, yeyish uchun, vahshiylik qilish uchun. Boshqa nima uchun bo'lardi axir? Ikkita yana sigir, er-xotin sigirlar. Yugurib borsammikin er-xotin sigirlarga? Yugursam hozir sirasi hozir telefon yana qotmasa bo'ldi.
Bu o'yinni zo'r tomoni telefonini uncha qotirmaydi. La'nati, yana bug bo'ldi. Ana ekan. Nahotki bular cheater bo'lsa nari o'tgan. Oppa. Buyaqkes. Tak, o'yinda bemalol Play Marketdan skidka qilib bo'ladi. Pastga hozir Telegram kanalini ham qoldiraman. Buni nima bo'ldi? Pastga Telegram kanalni qoldiraman. Bemalol savol-javob qiladigan kanalimda. Savol-javob kanal qilaman alohida. O'ldirish kerak uni la'natini. Tezroq qilib nima dedi? Tezroq hammasini tez chopib qo'yish kerak nima dedi? Kavga savorish kerak. Qildirmang bichalarni. O'ldirishim kerak-da bularni. Majburman o'ldirishga. Zombi bospan bo'lsa, ayam to'qib bor ekan aytdi. Yugur. Qo'yma sigirma, qo'ygan. O'ldirsan zo'r tomoni bunda bir menimcha bunda har xil yordam ham kiradi desa bo'ladi. Speedrun. Tak, kravat. O, mana kravat desa bo'ladi. Ko'rsam, aytib ko'r. Xolos, bo'ldi. Bir kunni есть. Menimcha 11 minut bo'libdi. Videoni birinchi kunini tugatsam bo'lsa kerak. Hozir hayvonlar o'ldirmashda harakat qilaman. Keyingi videoda nima bo'ladi? Keyingi videoda albatta full burunga qilishga harakat qilamiz. Aytdi o'zi sikletda yuribdi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka kattolon? Aka, yaxshimisiz? Hop, chopaman dedi. Aka, hozir biroz chopamiz. O'ldirmang. I love. Sniper misan? Brati? Qoch. Qochasan. Qochasan. Aka uzula. Unangdi. O'ldir, bir-birini o'ldir. So'y bir-birini. Keng tog'o. Mana qachaka, Fayzulla olqasiga mana qachaka. Kel. Sho'rik. Ana, yo'qol sho'rik. Tak, videomiz shu joyda nihoyat yetadi. Tak, mana shundan imенно mana shundan uy quraman. 100% garantiya beraman sizlarga. Mana shundan bitta uycha. Hozir qachdir. Tak, meydabda do'st bo'lsa, mashqo'y. Salam good. Salam. Kim videoda albatta men o'ynaman lekin akam uy quryapti. Lekin hayvonlarni o'ldirib bo'ldim. Tak, Tak, hozir cho'zilsa qo'lay. Bo'lmasam. Bolalar, mana. Keyingi videoda ko'rishguncha, hammalaringni ko'rishni deb qolaman. Va keyingi videoda albatta kommentar yozinglar, nima qilay, nima ichay, nima bichay. Xullas, keyingi videoda ko'rishguncha hammangizga xayr deb qolaman. Qani xayrlashib qo'y. Albatta men o'ynaman, sizlarga va'da beraman. Bo'pti, xayr. Bye, ko'rishguncha bo'lar.